Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi mavzuyimiz bosh miya yarim sharlarini umumiy takrorlash bo'ladi. Demak, ketdik. Do'stlar, demak bilamizki, bosh miya yarim sharlarida 4 ta asosiy bo'lak bor va qo'shimcha 2 ta bo'lak bor. Demak, 4 ta asosiy bo'lak bilamizki, bu peshona yarim shar bo'lak, tepa yarim shar bo'lak, chakka yarim shar bo'lak va ensa yarim shar bo'lak. 4 ta asosiy bo'lak bor. Yana qo'shimcha 2 ta bo'lak bor. Bu demak orolcha insulyar bo'lak va limbik bo'lak. Jami 6 ta bo'lak bor demak. 4 tasi asosiy bo'lak. Shu 4 ta asosiy bo'laklarda qanday qilib biz ajratib olamiz? Ya'ni ularning chegaralari qanday? Birinchi o'rinda bu peshona bo'lakni ko'radigan bo'lsak, bilamizki, bu yerda sentral egat mavjud. Bu egatning nomi demak sentral egat. Sulcus centralis. Sulcus centralis. Bu sulcus centralis peshona bo'lak bilan parietal, ya'ni tepa bo'lakni bir-biridan ajratib turadi. Keyingisi demak bu egat demak lateral sulcus deyiladi bu demak. Demak bu lateral sulcus yoki bo'lmasam Sylvian sulcus deyiladi. Demak bu lateral sulcus, lateral egat demak chakka bo'lagini peshona va tepa bo'lakdan bir-biridan ajratib turadi. Endi yana bitta egat bor. Bu demak bu yerda ko'rib turibsiz. Preoccipital sulcus bor. Ya'ni bu sulcus parieto-occipital egat bor. Parieto-occipital egat. Parieto-occipital sulcus. Bu parieto-occipital sulcus o'z nomidan parietal va occipital ensa bo'laklari bilan ajratib turadi. Demak, egatlarni bilib oldik. Endi bu egatlar demak bir-biridan ajralib turishini bilib oldik. Endi qo'shimcha 2 ta bo'lakda aytib o'tdik, qayerda joylashgan. Birinchi o'rinda 2 ta qo'shimchalar insulyar bo'lak va limbik bo'lakda joylashgan joyi. Demak, insulyar ya'ni orolcha bo'lagi aynan shu lateral sulcusni biz ichini ochsak, shilib olib tashlasak, ichida shu insulyar bo'lak ichidan kelib chiqadi. Chuqurroqda, tuproqda joylashgan. Shuni shu egat tagida joylashgan insulyar bo'lak. Endi limbik bo'lak esa shu 2 ta yarim shar, bu bitta yarim shar bir yuzasi bo'lsa, nari tarafda ham bitta yarim shar bor. 2 ta yarim sharni bir-biriga qaragan yuzasida esa shu ichki medial yuzasida limbik bo'lak joylashgan. Demak, 6 ta bo'lakni bilib oldinglar. Endi bir boshdan gaplashib ketamiz. Demak, birinchi o'rinda biz frontal yarim shar bo'lakni gaplashamiz. Demak, do'stlar, frontal yarim shar bo'lakni boshlaymiz. Demak, mana o'tgan darsda o'tganmiz. Buni frontal yarim sharda 5 ta markazda joylashgan. Birinchi bu juda ham eng frontal qismda joylashgan bu katta bo'lakda egallovchi qism bu demak prefrontal korteks deyiladi. Demak, bu prefrontal korteks. Buni endi qisqartirib yozamiz bu yerga. Prefrontal korteks. Endi demak bu yerda joylashgan kichikroq bo'lak esa biz bilamizki, bu yerda Brock zona joylashgan bu yerda. Brock area, Brock zona deb qo'yamiz. Brock zona, BZ. Endi sulcus centralisni xo'p, demak anterior qismida oldi tarafida demak birlamchi motor markazi, ixtiyoriy harakatlarimizda oliy markazi, birlamchi motor markazi joylashgan. Demak, bu birlamchi motor markaz. Birlamchi motor markaz BMM. Shu olish. Endi buni yonida esa
motor assosiativ korteks joylashgan. Buni bilamizki, biz ixtiyoriy harakatlarimizni analiz qilish, uni ijrosini, ixtiyoriy harakatimizni harakat planini tuzishga urinsak, motor assosiativ korteks joylashgan. Bu motor assosiativ korteks darvoqe ikkiga bo'linadi. Supplementary motor korteks va premotor korteksga bo'linadi. Ularda vazifasi bitta, ikkalasi birgalikda ixtiyoriy harakatlarimizni ixtiyoriy harakatimizni plani, uni izchilligi va uni ijrosini ta'minlaydi. Tushunib oldik. Birlamchi motor markaz, motor assosiativ korteks, Broks zona, prefrontal korteks va bu yerda endi qolyapti ko'zlarimizni ixtiyoriy harakatini ta'minlovchi frontal eye field. Ya'ni inglizchasiga frontal eye field. Frontal eye field, ya'ni frontal ko'z maydoni joylashgan. Endi bularga funksiyalarini ham joylashgan joyini bilib oldik. Endi bularning funksiyasini ham bir tanishib o'tamiz tezagina. Demak, frontal bo'lakda birinchi prefrontal korteks demak. Xo'p, demak prefrontal korteks demak vazifalari. Birinchi o'rinda biz buni bilamizki, xotira funksiyasiga juda muhim xususiyati bor, xotira. Xotirani shakllanishida prefrontal korteks, xotira. Ikkinchi o'rinda o'rganish, ya'ni kognitiv funksiyasi bor prefrontal korteks, ya'ni o'rganish. O'rganish, ya'ni kognitiv. Yangi narsalarni o'rganish. Keyingisi esa bu prefrontal korteks bizning shaxsiyatimizni, xulq-atvorimizni ham ta'minlab beradi. Demak, bitta funksiyasi bu, demak, shaxsiyat, xulq-atvor. Yana bitta funksiyasi demak prefrontal korteksda. Xo'p, bu demak harakatlarimizni planini ham ishtirok etadi. Ixtiyoriy harakatimizni plan yaratishda ham demak harakat plani. Harakat rejasi deylik, rejasi ishlab chiqishga yordam beradi. Va eng muhimlaridan biri bu prefrontal korteks qaror qabul qilishda ham juda katta rol bor. Demak, qaror qabul qilish funksiyasi ham mavjud. Qaror qabul qilish. Demak, prefrontal korteks xotira, o'rganish, ya'ni kognitiv, shaxsiyat, xulq-atvor, harakat rejasi, ixtiyoriy harakatimizni va qaror qabul qilish kabi funksiyalarni, muhim funksiyalarni bajaradi. Endi keyingisi demak bizda Broks zona. Broks zonamiz demak juda ham oson. Broks area deb qo'yaylik, Broks hududi. Buni vazifasi Broks zonamizni nutqni hosil bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni nutq hosil bo'lishi, nutq hosil bo'lish funksiyasi. Nutq hosil bo'lishida ishtirok etuvchi muskullarni, til bo'lishi mumkin, hiqildoq bo'lishi mumkin, shu kabi nutq hosil bo'lishdagi muskullarni boshqaradi shu Broks zonasi. Endi keyingisi esa birlamchi motor markaz. Buni juda ham yaxshi bilamiz. Demak, birlamchi motor markaz vazifasi ixtiyoriy harakatlarni boshqarish, ya'ni ixtiyoriy harakatlar markazi. Ixtiyoriy harakatlarni boshqaradi. Ixtiyoriy harakatlar. Endi esa uni yonidagi motor assosiativ korteks demak motor assosiativ korteks ikkiga bo'linadi. Demak, birinchisi supplementary motor area, ikkinchisi esa premotor korteks. Bu ikkalasini ham bitta vazifasi bir xil. Demak, birinchi o'rinda bizni ixtiyoriy harakatlarimizni demak rejasini ishlab chiqadi. Demak, ixtiyoriy bitni qilaylik.
ixtiyoriy harakatlar demak rejasini, ixtiyoriy harakatlarimiz izchilligini, tartibini boshqaradi va ixtiyoriy harakatlarimizni ijrosini, ya'ni amalga oshishini ta'minlaydi, ta'minlaydi. 3 ta funksiyasi bor. Ixtiyoriy harakatlarning rejasi, tartibi va ijrosini bu motor assosiativ korteks boshqaradi va so'nggisi bilamizki frontal eye field. Frontal inglizcha yozyapman. Frontal eye field, frontal ko'z maydoni tarjimasi. Bu markaziy vazifasi ixtiyoriy ko'zlarimizni birgalikdagi harakatini ta'minlaydi. Ya'ni ikkala ko'zimiz birgalikda mana gorizontal, chapga, o'ngga yoki tepaga, pastga kabi harakatlarni bajarishni ta'minlaydi. Ya'ni ikkala ko'zimiz birgalikdagi chapga, o'ngga, tepaga va pastga harakatlarini boshqaradi. Oliy markazi demak ko'zlarni birgalikda bajariladi ixtiyoriy. Bitta ko'zingizni hech qachon o'ngga yoki bitta ko'zingizni chapga burish iloji yo'q. Ko'zlarni birgalikdagi ixtiyoriy harakat boshqaradi demak. Demak, prefrontalda tushunib o'tdik. Qaytarib o'tamiz. Xotira, o'rganish, shaxsiyat, xulq-atvor, harakat rejasi, ixtiyoriy harakatimiz rejasi, qaror qabul qilish kabi funksiyalarni bajaradi. Broks area, ya'ni nutq hosil bo'lishda ishtirok etadi. Birlamchi motor korteks esa birlamchi ixtiyoriy harakatimizni ta'minlaydi. Motor assosiativ korteks esa ixtiyoriy harakatlarimizni rejasini, tartibini va ijrosini ta'minlaydi. Va frontal eye field, ya'ni frontal ko'z maydoni esa ikkala ko'zlarimizni birgalikdagi ixtiyoriy harakatini ta'minlaydi. Bu peshona yarimshar edi. Endi esa demak temporal bo'lakni gaplashamiz. Demak, aytgancha esimizdan chiqibdi, bu Brok ariyasi dominant yarimsharda joylashgan. Faqat bitta yarimsharda bo'ladi bu Brok zonasi, ya'ni dominant yarimsharda. Masalan, o'naqaylar uchun odatda chap yarimshar dominant va shuning uchun chap yarimsharda Brok joylashgan, o'ng yarimsharda bo'lmaydi. O'naqaylar uchun. Aksincha chapaqaylar uchun demak dominant yarimshar, o'ng yarimshar bo'lgani uchun Brok zona faqat o'ng yarimsharda bo'ladi chapaqaylar uchun. Do'stlar, temporal bo'lak, ya'ni chakka bo'lakni gaplashamiz. Birinchi o'rinda chakka bo'lagida ko'rib turgan qizil bu lateral sulbusga yaqinroq joylashgan bu markaz, demak bu birlamchi eshituv markazi. Demak bu birlamchi eshituv markazi. Demak bu eshitishimizni oliy markazi. Buni yonida joylashgan yashil albatta birlamchi bo'lgandan keyin doim har qanday birlamchi markazni yonida albatta assosiativ korteks joylashgan. Demak bu assosiativ eshituvning assosiativ korteksi. Endi bu demak ham chakka bo'lak, ham tepa bo'lakka yaqin joylashgan bu markaz esa Wernicke zonasi deyiladi. Demak bu Wernicke zonasi, ya'ni bu bilamizki nutqni tushunish markazi. Nutqni yoki yozuvni tushunish. Nafaqat nutq, balki yozuvni ham tushunish markazi. Demak bu Wernicke zonasi. Endi bu qora nuqta markaz bu chakka bo'lagini, chakka bo'lagi emas, balkim chakka bo'lagining tagida, ostida, ya'ni ichki yuzasida, medial yuzasida joylashgan. Bu o'sha chakka bo'lagining ichki yuzasida joylashgan, bu demak birlamchi hidlov markazi. Demak bu birlamchi hidlov markazi. Va yonida yana bitta birlamchi hidlov markazini assosiativ korteks ham yonida joylashgan bo'ladi.
Demak, bu ichki yuzasida, chakka bo'lgan ichki yuzasida eslaringda qolsin. Demak, do'stlar, birlamchi funksiyalarini tanishib o'tamiz. Temporal bo'lakda birlamchi eshituv markazidan boshlaymiz. Birlamchi eshituv markazining vazifasi, demak, tovush signallaridan xabardor bo'lish. Tovush signalidan xabardor bo'lish. Savol tug'ilishi mumkin. Tovush signalidan nimasidan tovush signali? Xo'p, tovush signalidan xabardor bo'ldi. Tovush signali nimasidan? Tovush signalini birinchi o'rinda, demak, tovush signalini, demak, balandligi, qanchalik tovush balandligi eshitilyapti. Keyin yana tovush signalini chastotasi bo'lishi mumkin. Chastotasi, ya'ni 1 sekundda nechta tovush to'lqini kelyapti. Va tovush signalini lokatsiyasidan xabardor bo'ladi. Lokatsiyasi. Qaysi tarafdan kelyapti tovush signali? Demak, masalan, birlamchi eshituv markazi tovush signalidan xabardor bo'lish, ya'ni tovush signalini balandligi, qanchalik baland, pastmi baland yoki tovush signalini chastotasi, ya'ni 1 sekundda qancha tovush quloqqa kiryapti. Yoki tovush, demak, tovush signali lokatsiyasi, ya'ni tovush signali qayerdan kelayotganligini xabardor bo'ladi. Bu birlamchi eshituv markazi. Endi birlamchi eshituv markazining yonida, demak, xo'p, eshituv assotsiativ markaz joylashgan. Buni vazifasi, demak, tovush signalini analiz qilish va uni tanish. Ya'ni, demak, tovush signalini analiz qilish, analiz qilgandan keyin uni tanish. Nimaligini topish tovush signali. Masalan, tovush signali chaqmoq bo'lishi mumkin, yoki bolani yig'isi bo'lishi mumkin, yoki birorta gap bo'lishi mumkin. Shuni ajratib oladi. Ya'ni nimaga qarab analiz qiladi? Tovush signalini qanday analiz qiladi degan savol tug'ilishi mumkin. Aynan tovush signalini aynan shu tovushning balandligi, chastotasi va lokatsiyasiga qarab turib tovushni analiz qiladi va uni taniydi, ya'ni nimaligini topadi. Ya'ni oldingi xotiraga solishtirib turib, oldingi xotirada nimadir tovush eshitgan, masalan, xo'roz qichqirishini eshitgan oldin, unga solishtirib ko'radi. Haqiqatda keyin xo'roz qichqirishi, chunki xo'roz qichqirishi tovushning balandligiga qarab, uni lokatsiyasi va chastotasi 1 sekundda qancha miqdor tezlikda chastotada kelayotganiga qarab turib, bu xo'rozni qichqirishni turib tanib oladi, uni analiz qilib. Shu vazifani bajaradi. Endi demak, keyingisi Wernicke area. Wernicke hududi vazifasi, demak, nutqni tushunish yoki yozma nutqni tushunish, yozma xatni tushunish. Demak, nutq va yozma nutqni tushunish, anglash vazifasini bajaradi. Bu juda ham Wernicke area frontal bo'lakdagi Broca's zona bilan bog'langan. Ya'ni Broca's zona nutq hosil qilsa, masalan, isming nima deb biz Broca's zona orqali nutq hosil qilsak, bu savolni tushunishni Wernicke area tushunadi. Bu isming nima degan savolga bu Wernicke area tushunadi. Shu orqali qayta javob beradi. Shu Broca's bilan Wernicke area bir-biriga bog'langan va shu arcuate fibers, ya'ni nima desam bo'ladi? Gumbazsimon tutam orqali bir-biriga tutashgan bo'ladi. Broca's zona bilan Wernicke areani o'rtasida o'ziga xos arcuate fibers joylashgan bo'ladi. Buni keyinroq tushuntirib o'taman. Demak, temporal bo'lakda birlamchi eshituv markazi, eshituv assotsiativ markaz va Wernicke area joylashgan. Wernicke area biroz parietal ham o'tib ketgan bo'ladi.
ko'rdik. Endi shu demak temporal bo'lakning ichki yuzasida, medial yuzasida birlamchi hidlov markazi ham joylashgan. Aynan temporal bo'lakdan ichki yuzasida, demak, birlamchi hidlov markazi. Birlamchi hidlov markazi. Buni tushuntiradigan bo'lsam, masalan, demak bu xo'p, miya bo'lsa, oshma yarim sharlari bu yer peshona taraf, uzr. Demak, bu peshona taraf yo orqa taraf, ensasi taraf. Bu demak birlamchi markazi ekan, bu parietal occipital ekan. Bu esa lateral fissura. Bu yarim shar, bitta yarim sharning ichki yuzasini yozdim. Bu yerda demak corpus callosum joylashgan, demak, mana shu o'rtada va shu mana chekki bo'lakning ichki yuzasida mana shu yerda birlamchi hidlov markazi joylashgan. Bu shu yarim sharning ichki yuzasini ko'rsatyapman. Bu corpus callosum o'rtadagi, pastdagi chakka temporal bo'lakning ichki yuzasida mana shu birlamchi hidlov markazi joylashgan. Va uning oldida albatta birlamchi hidlov markazi bo'lgandan keyin albatta yonida assosiativ hidlov markazi ham joylashgan. Birlamchi hidlov markazi vazifasi demak hiddan xabardor bo'lish. Hidlov assosiativ markaz vazifasi esa shu hidni analiz qilib, uni tanish, nimani hidi. Bu masalan limonning hidi bo'lishi mumkin. Bu demak bananning hidi, bu olmaning hidi, bu atirning hidi deb ajratib oladi assosiativ markaz. Demak, bu temporal bo'lak edi. Endi esa biz demak parietal bo'lakni gaplashamiz. Endi parietal tepa bo'lakka yetib keldik. Demak, sulcus centralis yonida posterior qismida demak biz birlamchi somatosensor markaz joylashgan. Ya'ni tanamizdagi sezgilarning oliy markazi. Demak, bu birlamchi somatosensor markaz joylashgan. Ya'ni tanadagi bilamizki shu har xil teginish, oddiy teginish, murakkab, ikki nuqtali murakkab teginish, discriminative touch, bosim, vibratsiya va proprioceptiv sezgilarning oliy markazi shu birlamchi somatosensor markaz. Buning yonida albatta bilamizki somatosensor assosiativ markaz. Somatosensor assosiativ korteks joylashgan. Bu shu tanadagi sezgilarni shu vibratsiya, bosim yoki yengil teginish, proprioceptiv sezgilarni analiz qiladi. Xo'p, endi alohida bitta murakkab bo'lak joylashgan. Bu tepa bo'lakda bu e'tibor qilgan bo'lsangiz ham bu bo'lakning bir qismi, asosiy qismi shu parietal bo'lakda, ozgincha qismi demak ensa bo'lagiga kirib turibdi, ozgina bo'lagi esa chakka bo'lagiga kirib turibdi. Demak, bu shu joylashgan lokatsiyasiga qarab ham funksiyasini aniqlab olsa bo'ladi. Bu posterior associative area. Ya'ni posterior associative area degan bo'lak bu. Buni vazifasini keyinroq tushuntirib o'taman. Bu qismidan demak ensadagi ko'rish impulsini qabul qiladi. Bu yerda esa chakkadagi birlamchi eshituv signalini qabul qiladi va teridagi, tanadagi somatosensor sezgilari uchala sezgini qabul qilib multimodal funksiyasini bajaradi. Tushuntirib o'taman. Demak, birlamchi somatosensor markaz, somatosensor assosiativ markaz va posterior assosiativ areani funksiyalarini gaplashamiz. Birinchi o'rinda birlamchi somatosensor markaz, somatosensor markaz vazifasi somatosensor sezgilaridan xabardor bo'lish. Bular qaysilar? Demak, somatosensor sezgilar demak birinchi o'rinda yengil teginish yoki murakkab teginish, ya'ni ikkita nuqtali murakkab teginish va qo'shimcha bosim
va yana vibratsiya sezgilari va eng muhimi propriotseptiv sezgilarni bu markaz shunga markazi hisoblanadi. Og'riq va harorat ham shu markazga keladi, lekin uni og'riq va haroratni asosiy birlamchi markazi bu insulyar korteksning orolcha markazi va singulet anterior singulet gyrus bo'ladi. Og'riq va haroratda birlamchi markazi anterior singulet gyrus va demak insulyar bo'lak. Lekin bu og'riq va harorat parietal bo'lakka ham keladi, birlamchi soat sensorga ham keladi, lekin o'tib ketadi. Ularda birlamchi soat sensor markazidagi asosiy sezgilar demak vibratsiya, bosim, yengil teginish, murakkab teginish va propriotseptiv sezgilar. Endi somatosensor assosiativ korteksni vazifasi shu somatosensor sezgilarni analiz qilish. Somatosensor sezgilarni analiz qilish. Qanday qilib analiz qiladi? Masalan, biz ko'zimizni yumib turib shu markaligini bilamiz. Chunki uni demak ko'z yumganda shakliga qarab, shakli, uni tuzilishi, og'irligiga qarab turib va 3D fazoda joylashganligiga qarab turib bu markaligini topamiz. Demak, buni analiz demak razmeri, ya'ni hajmi, razmeri, og'irligi va tuzilishiga qarab analiz qiladi va taniydi, nimaligini tanib oladi. Shuni vazifalarida analiz qilish, demak razmeri, og'irligi va tuzilishiga qarab va uni taniydi. Shu vazifani shu assosiativ markaz bajaradi. Endi biz aytgan murakkab demak posterior assosiativ area buni vazifasi demak multimodal vazifasi, multimodal funksiyasi bor. Multimodal degani multimodal funksiya. Bu multimodal funksiya degani demak bu posterior assosiativ area o'z navbatida demak xo'p somatosensor impulsini ko'ruv sezgisini va eshituv sezgisini uchalasini qabul qiladi, o'ziga qabul qilib turib kerakli markazlar bilan bog'lanadi. Masalan, somatosensor markaz sezgi keldi va uni assosiativ markazga o'tkazdi, analiz qildi va bundan keyin bu to'g'ri posterior assosiativ areaga keladi va bu qo'shimcha bu markaz ensadagi ko'ruv sezgisidan va chakkadagi eshituv sezgisini qabul qilib uchala sezgini birlashtirib analiz qilib turib boshqa markazlar bilan bog'lanib multimodal juda turli xil funksiyalar bajaradi. Maxsus koordinatsiyalar bajaradi. Buni tushuntirib o'tganman. Shu parietal bo'lakka kirib ko'rsanglar tushunib olasizlar. To'liqroq tushuntirganman. Demak, tushunib oldik. Parietal bo'lak demak birlamchi somatosensor markaz, somatosensor assosiativ markaz va posterior assosiativ areaga 3 ta markaz joylashgan. Endi esa ensa bo'lakni ko'rib chiqamiz. Demak, do'stlar, ensa bo'lak juda ham oson. Buni ajratib ko'rib turibsizlar. Demak, sulcus parietal occipital bilan parietal va occipital bo'lak bir-biridan ajralgan. Demak, buni bu bo'lakni, bu egatni oxirigacha xayrli chiziqda yetkazib qo'ysak, demak, ensa bo'lak ajraladi. Ensa bo'lakda birinchi o'rinda eng orqa tarafdagi joylashgan joy bu demak birlamchi ko'ruv markazi. Birlamchi ko'ruv markaz. Uni oldidan albatta bilamizki ko'ruv assosiativ markaz joylashgan. Ko'ruv assosiativ markaz joylashgan. Bu joylashgan narsa nima ekan demanglar, bu miyacha. Miyacha bu arborovite, ya'ni miyachani o'ziga xos oq moddalari, tolalari. Demak, bu ensa bo'lak birlamchi ko'ruv markazi va ko'ruv assosiativ markazlari ikkita markazdan iborat. Demak, do'stlar, birlamchi ensa bo'lakdagi birlamchi hisob qilayotganda, demak, birlamchi
ko'ruv markazi joylashgan. Buni vazifasi demak ko'ruv signallaridan xabardor bo'lish. Ko'ruv signalidan xabardor bo'lish. Bilamizki, nurlantiruvchi ko'ruv markazi bu ko'ruv signalidan xabardor bo'lgandan keyin o'zini yonidagi ko'ruv assosiativ korteksga o'z impulsini jo'natadi. Demak, yonida joylashgan ko'ruv assosiativ markaz joylashgan. Buni vazifasi shu ko'ruv signallaridan xabardor bo'lgandan keyin shu birlamchi ko'ruv markaz impulsini yonidagi ko'ruv assosiativ markazga jo'natadi. Bu yerda esa ko'ruv signali analiz qilinadi. Ko'ruv signalini analiz qilish va uni tanish funksiyasini bajaradi. Nimaligini, masalan, ko'rgan narsangiz to'pmi, ruchkami, qalammi, shuni aniqlab olish shu markazga bog'liq. Bu birlamchi ko'ruv markaz просто ko'ruv signalini kelib turibdi degan xabardor bo'ladi xolos. Ana nimaligini shu ko'ruv assosiativ markaz analiz qilib turib, keyinchalik tanib oladi nimaligini. Demak, tushunib oldik. Endi esa 4 asosiy bo'lakni gaplashdik. Endi 5-bo'lak insulyar bo'lakni gaplashamiz. Do'stlar, endi demak, insulyar bo'lak gaplashamiz. Insulyar bo'lak shu lateral sulkus turibdi. Shuni ochib silib tashlasak, shuni ichida chuqurroqda shu insulyar bo'lak joylashgan bo'ladi. Insulyar bo'lakda demak, insulyar bo'lakda shu insulyar orolcha qismi mavjud. Bunda hozir gaplashamiz funksiyalarini. Demak, do'stlar, insulyar bo'lakni 3 ta vazifasi bor. Birinchi vazifasi, insulyar bo'lak birinchi vazifasi demak, tam markazi. Ya'ni achchiq, sho'r, nordon, shunga o'xshash barcha tam sezgilari aynan shu insulyar bo'lakka oxiri borib keladi. Shu markaz, tam markaz. Tamni his qilishimizga yordam beradi. Keyingisi esa ikkinchisi demak visceral sezgi markazi. Ya'ni ichki organlarimizdagi har xil og'riq, har xil belgilarni shu visceral sezgilarda shu markaz, masalan, gastroenterit bo'lib qolsangiz, oshqozoningiz, ichalaringiz og'riganini aynan shu insulyar bo'lak orqali biz ichki visceral sezgini his qilamiz. Ichki sezgi markazi demak. Keyingisi esa vestibulyar sezgi markazi, ya'ni ichki qulog'imizda joylashgan shu vestibulyar apparatdagi bizning muvozanat markazimizni oliy sezgi markazi shu insulyar bo'lakda joylashgan. Ya'ni bizni nima deydi, muvozanatimiz, statik va dinamik holatlarimizda, vestibulyar holatlarimizda aynan shu insulyar bo'lakdagi qism javob beradi, markaz. Endi qo'shimcha biz aytib o'tdik, og'riq va harorat to'g'ri somatosensiv birlamchi somatosensiv markaziga ham boradi, lekin asosan shu og'riq va harorat markazi ham shu insulyar bo'lak. Og'riq va harorat kabi nimalar ham shu insulyar bo'lakka ham keladi. Bu qo'shimcha ma'lumot, bu to'rtinchi ma'lumot, demak qo'shimcha ma'lumot. Demak, insulyar bo'lak shulardan iborat: tam markazi, visceral sezgi markazi va vestibulyar sezgi markazi hisoblanadi. Shunday qilib, demak, bugungi bosh miya yarim sharlarini umumiy takrorlash video darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga video yoqdi. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.